Assalomu alaykum, hurmatlik aziz vatandoshlarım. Kechikib yo'llangan heytlik salomlarni qabul qilishingizni umid qilaman. Chunki men heyt vaqtida dengizda ishda bo'lib qolganligim uchun Facebookda boshlangan Ipak yo'li guvohlik berish harakatiga kechikib qatnashib qoldim. Shundoq bo'lsa-mu, kechikkan bo'lsa-mu guvohlik berish harakatini bugun, ya'ni bu bo'sh vaqtimdan foydalanib, quruqlik vaqtimdan foydalanib ep berishga qodir bo'la oldim. Ben 86 yaşlık anam, apam Zoran Zeydin'in hem menden çoğun akam Envercan Roz'ның, mendan kichik inim Ömercan Roz'ның o'tgan yili 2 aydan boshlab hech qanday aloqa bo'lmay, bu yil kelgandan keyin boshqalardan o'qishim orqali qiyinga so'zilgan, tasga so'zilgan ahvol ostida o'qishimcha ularning Solaqda, ya'ni hozirgi jazo lageri degan lagerda ekanligidan xabar topdim. Hem şunun bilan birga ilgari Erkin Asiya radiosida Shuhrat O'shirning mening kichik yezamni ziyorat qilish jarayonida Xaniqtam yezliq saqchi idorasininki bir amaldorining shu az kishilik, az nupusi bo'lgan yezdin 5-6 mingga yaqin odamning jazo lagerida ekanligidan guvohlik beraman. Hem şunun bilan birga Norvegiyadagi Uyg'urlarga maktab berib, tarbiyalanish sharoiti berib, uy berib, hem ularga xizmat berish bilan birga, yana bizning zulm ichida, musibat ichida, jazo lagerida yetayotgan Uyg'ur millatimizga ko'ngil bilib, harakatga o'tayotgan partiyalar ve devlet organlarına alayeten rahmetimni bildirish bilan birga bildirish uchun bugun men bu kaynimdagi bayroqning oldida turib so'z qilishni loyiq topdim. Qarindoshlarim, bu xil harakatga sal qaramasliklarini umid qilaman. Guvohlik berish harakatiga qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p Uyg'urlarning qatnashishini umid qilaman qarindoshlar. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, Allohga omonat.